bir ilon bilan bir tomosha bo'lsin. Aytib o'tdim, kimgadir qora, kimgadir sariq bo'lib ko'rinsin. Qo'l teziga qarang, qo'l chaqqonligiga qarang. Oddiy xaltacha, xaltacha bo'm-bo'sh, ichida oddiygina arqon. Mana shu arqonlar ko'zingizga ilon bo'lib ko'rinsin. Ishonchim komil qalbi bunaqasini ko'rmagansiz. Ana eng qizillar endi boshlandi. Qova. Keta. Voy yashasın. E'tiboring. Oddiy arqon mana shu tomoni bosh tomoni bo'ladi. Ana sekin masofada turib. Mana shu arqonlar ana shu tomonga bo'ladi hozir. Hali. Sekin boshini ko'tarsin. Voy, arqon ilon bo'lsa-yu, yurmasa hisob emas. Ana o'ziga o'xshar bo'ling, qo'lingizga o'xshar bo'ling. Qo'lga tashlab qolmasinmi? Ana. Shoshilmasdan. Ana. Voy. Ko'rinyapti. Ya qarsagan bo'lsin. Ana bosh tomonni ko'ring. O'ralib olsin. Qarang buni. Ana boshini ko'tardi. Yo yashasın. Ana endi boshlandi. Farzandlaringizni olib turinglar. Ular o'ch tomonga yugurib ketmasin. Yo yashasın. Oba. Deb bo'lar. Qaro. Ana gullar mayda bo'lib qoldi. Deb qarsagan bo'lsa kelaveradi. Va'dasi boshqa yo, va'dasi boshqa. Ey nozli yo'liyorim ey. Tomosha qiling. Ana yana gullar mayda bo'ldi. Qarsagan bo'lsa mana shu yerga. Kuzatib turaman-da. Ba'zi bir singillarimni kuzatib turaman. Ikki muborak qo'lingizni ominga oching. Otangiz bilan onangizni haqqiga duo qilamiz-sa, ominga shart urda teskari qarab ketaveradi. O azizlar, sizni ham, bizni ham otamiz, onamiz tug'ilmasimizdan oldin mana shu duo bilan tilab olgan-ku. Bir pas bo'lsa qo'lingizni ominga ochmaysizmi? Hammamiz ham musulmon farzandimiz. Bu dunyoga tug'ilamiz, yalang'och tug'ilamiz, belibos tug'ilamiz, qulog'imizga azon chaqiradi, ism qo'yadi mana shu omin bilan. Oxirgi safarga chin dunyoga yig'lab kuzatib yoradi, yana mana shu omin bilan. Avvalambor nimadir duo qilaman. Avvalambor elimiz, vatanimiz, yurtimiz tinch to'q bo'lsin. Vatan tinch bo'ladigan bo'lsa, har kuniga o'yin kulgu tomoshalar bo'laveradi. Azizlar, bir narsani aytib o'tay. Endi shiplarga terilmayotgan dardmand bemor inson bo'lsa duo qilaylik. Bemor dardiga yaratgan Allohim shifo bersin. O azizlarim, bormidi bitta o'zimga o'xshagan mard akam musofirchilikka chiqqan, ko'cha-ko'yga chiqqanda 4-5 lupatiga mardga, nomardga gapini, so'zini bermagan bir sherdi bolasi. Otasi bilan onasini akalarimga bitta qat. Fasiyoliga. Qo'lbolasa qo'lva. Ayashasi. Hey. Oshib qolish yo'qmi? Hali. Qo'y. Izvomi. Palvon. Boxti hali oldida. Rahmat, og'darib oling nimayib. Hey. Hali. Maşallah. Rahmat, lekin azizlar, bu davrada gurgutibda turgani yo'q, mashina turibdi, polvon mashinaga ko'tarsin deya. Bir qo'lga qayrilib qolmasin, ha. Oliy bosh xatdan. Ha, chiqadi albatta. Oldi tebak ham albatta ko'taradi qani. Oldiga. Og'ir bek. Rahmat. Ha, akalarim kam bo'lmaylar. Ikkalasini oladida buni toshdi. Hozir polvon 4tasini oladi deyapman. O'shaning uchun ikkitasiga bitta harakat qilinglar. Yigit kishining nozigi bo'lmaydi. Yigit kishi hammasi baquvvat bo'ladi. Sanaymiz, ha, birgalikda. Ketdi, ha. Qani, hop. Bitta, ha. Narigisiga ham, ha, bitta harakat. Chiqadimi narigisi? Chiqmasa o'zingizni qiynamang aka. Ha? Bo'lmadimi? Ha. Baqa keling endi aka. Ey, o'g'lingiz polvon bo'lsin. Bu tosh haqiqatdan hushyor bo'ling qani. Barakalla. Yerdan uzib olsin qadam. Marhamat. Qarshi buni. Ha. Yeppa. Xo'p, rahmat qiling. Yoshim 23 da. Akalarim ko'tarib ko'rdi, tosh haqiqatdan ham og'ir. Mayli, ikkitasini emas, 4tasini ko'tarib beray. Lekin bu qarsak emas-da. Lekin azizim, menda ham bo'lsa bitta mard yigit kuchi bor. Lekin siz mard haqqından mehrli, muhabbatli qarsak bo'lsa 20 ta yigit quvvat keladi, bormi qarsak?